Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan yana men Farruh Mirqodirov va siz mening YouTube kanalimdasiz. Bugun sizlar bilan ma'nodoshlar, ya'ni sinonimlar haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Avvalambor biz sinonim deb nimaga aytiladi? Uni qoidasiga yuzlansak. Sinonim deb yozilishi har xil, ammo ma'nosi bir xil bo'lgan so'zlarga aytiladi. Masalan, yuz degan so'zimiz bor, ya'ni insonni yuzi. U turli xil variantlarda aytiladi, ya'ni yozilishi har xil. Bet, aft, basharat, turq, oraz deyishimiz mumkin, liqo deyishimiz mumkin, ya'ni orazin yapog'och ko'zimdan to'kilur har lahza yosh degan Alisher Navoiy g'azali bor. O'shandagi oraz so'zni yuz deb tarjima qilinadi. Va hurliqo degan so'zni ko'pchilik eshitgan. O'sha tarkibidagi liqo degan so'zimiz yuz degan, ya'ni hur yuzli degan ma'noni bildiradi. Keyingisi osmon, falak, samo, ko'k degan so'zlarimiz ham yozilishi har xil, ammo ma'nosi bir xil bo'lgan so'zlar qatoriga kiradi. Endi bizlarga milliy sertifikatlarda abituriyentlarimiz uchun qiyinchilik tug'diradigan sinonimlar bu nutqiy sinonimlar. Ular qanday bo'ladi? Misol uchun, tez bilan yaqin degan so'z keldi variantimizda, biz uni sinonim deb olamizmi desa, ha. Biz uni nutqiy sinonim deb olamiz. O'zi o'ylab qarasak, tez boshqa narsa, yaqin boshqa narsa. Lekin biz uni nutqimizda sinonim qila olamiz. Qanday qilib? So'z birikmasida tuzamiz. Tez kunlarda, yaqin kunlarda desak, ma'no yaqin, ma'no bir-biriga sinonim bo'lib ketadi, ma'nodosh bo'lib ketadi. Xuddi shunga o'xshagan yaqin bilan qalin degan so'zimiz ham. Yaqin do'st, qalin do'st. Asar, nishon degan so'zimiz. Misol uchun, qo'limdagi yaramdan asar ham qolmadi, nishon ham qolmadi desak, sinonim bo'lib ketadi. Qalin, quyuq degan so'zimiz ham bor. Qalin tuman, quyuq tuman bo'lishi mumkin. Yana bundan tashqari, eng muhim qoidalarimizdan bittasi sinonimlar bir xil so'z turkumida bo'ladi. Shunga e'tibor berishimiz kerak. Bir xil so'z turkumida bo'lsagina ular sinonim bo'la oladi. Agarda sizga sinonimlar haqida ma'lumot kerak bo'lsa, nutqiy sinonimlarni ko'proq o'rganmoqchi, batafsilroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga obuna bo'ling va Telegram kanalimizda bizni kuzatib boring. Biz albatta sizga bunda yordam beramiz.